Mana shu videoni Elon Muskga jo'natsak, Elon Musk yig'layapti-ki, nima uchun bitta joyni o'ziga topli pol, plus batareya, plus yana konsener ham qilib qo'yganmiz. Vokzal partiyasida 3 xonalik srochniga 59 mingga chiqdi. Nima deyapti? Mana shu bitta kattagina zali, har bitta xonasiga mana shu mebel texnikalari bor. Operator yaqinroq qilasiz. Mana shuni o'zi duxpanli divan bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu kattagina zali bo'ladi. Hamma mebel texnika nima ko'rabsan, hammasi qoladi. Bu esa kattalar uchun yotoqxona operator. Har bitta xonasiga trezasi bor, batareyasi bor, duxpanli divan, mana shu nimasi bor, garderob shkafi bor. Yangi turetskiy gilamcha tashab qo'yilgan. Короче, ikkita xona bo'lyapti. Mana bu esa bolalarimiz uchun yotoqxona. Mana bu eshikni o'ziga MDF dahshatdan qo'ygan. Mebel divanchasi bor, batareyasi bor, trezasi bor. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni, mana shu eshikni o'ziga akam 3 ta eshikni pulini men to'laganman deyaptilar. Mana shu kuxni bo'ladi. Mana shu gilamchasi, gaz plita, rakvini, vetishkasi, trezasi bor. Mana shu xolodilnik ham bonusga qo'yib ketaman deyaptilar. Ana endi bitta общий hamzirni ko'rsatamiz operator. Mana shu yer ham topli pol bo'lgan operator. Mana oyoq tagimiz уже issiqgina. Hamma sharoiti bor. Vanna rakvini, unitas, stиральный mashinasi LG turibdi. Mana shu xona 59 ming, yana ozgina savdosi bor. Vokzal partiyasida shunday kirganda, ikkinchi dom. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaraverasizlar.